Chilonzor 19-kvartaldan uyqudirganlar bormi? Zo'r variantimiz chiqqan. Chilonzor 19-kvartal Xadra milliy taomlarining yonginasida orientir. Yo'lda yuzida joylashgan. Yo'lda yuzdaligiga qaramasdan, qaranglar qanaqangi tinch o'zini hovlisi bor. Avtoturargoh, bolalar o'ynash maydonchasi, shunaqangi qaranglar zeleni zo'ra daraxtlarigacha ekib qo'yishgan. Metroga ham uzoq emas. Chilonzor metroga atigina 2 kilometr ekan. 9 qavatli binoni 8-etajida joylashgan. 3 xona 78,1 kvadrat kadastr hujjatlarida. Xo'p, narxi ham menimcha bu hududga zo'r qo'yilyapti. Uyimiz mebel texnikalari bilan barcha jihozlar bilan sotilyapti. Kirib yashashlik uchun yoki ijara qo'yishlik uchun tayyor. Videoda o'tkazib olmanglar, olib kirib ko'rsatamiz. O'rtoqlar, xonadonimizga chiqqanimizda shunaqangi keng hol kutib olyapti. Chap qo'lda birinchi bizani sanuzel, ya'ni-da hojatxona qismi ko'rishinglar mumkin. Hojatxona hammomimiz razdelniy. Paraga o'tadigan bo'lsak, katta keng zal. Qaranglar, qanaqa zalni kattaligini bemalol 20 ta 30 tagacha mehmonlarni kuzatsanglar bo'ladi. Konditsioner, stul hamma gilam pardalarigacha qoldirib ketishyapti-yu. Verandaga qaragan oynalari bilan keyingi xonasi oshxona ko'rishinglar mumkin. Katta oshxona, mebel texnikalari qilib qo'yilgan. Bundan tashqari mana bu yerda o'zini skritish shkoplari qarang, kattaligini. Buni buzadigan bo'lsangiz, yana ham kattalashadi oshxona. Mebel texnikalar, xolodilniklari, o'zini hamma jihozlari qoldirilyapti. Naryoqda balkoni ko'rishinglar mumkin. Tashqariga qaragan, hovliga qaragan o'zini oynalari bilan. Xo'p, balkonning yonginasida katta o'zi 2 ga 6 veranda bo'ladi bularniki. Ozgina planni hisobiga uskiylashib, keyin kengayib ketgan ekan. U tomonga kuxnyani chiqaradigan bo'lsa, bemalol to'rxona qilib foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, koridor bo'ylab keyingi xonamiz, qaranglar, bitta bolalar yotoqxonasi qilib foydalansa bo'ladi. Kattagina o'zini ham bu tomonga qaragan ham balkonlarimiz bor. Qaranglar. Ko'rishinglar mumkin. Sentralniy отопление isitish tizimida umuman muammo bo'lmaydi. Hamma bilsa kerak, Chilonzor 19 da hamma biladi. Razdelniy sanuzelimiz, ya'ni hammom qismi bu. To'liq kafel qilingan o'rtoqlar, ko'rishinglar mumkin. So'nggi xonasi kattalar uchun katta keng yotoqxona ko'rishingiz mumkin. Neobычный qilib ranglarni tanlab qo'yishgan ekan. Uyimizning holati, planirovkasi shulardan iborat. Kimga o'ziga remont qilmoqchi bo'lsa, remont qilsa ham bo'ladi. Lekin meni fikrimcha, yaxshi, bemalol hozircha kirib foydalanib tursa bo'ladi. Narxini eshitdinglar, narxini 84 ming yana kelishadigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, like bosishni unutmanglar. Yaqinlarga yuborib qo'yinglar shu videoni.